Assalomu alaykum, bizni hurmatli kuzatuvchilarimiz. Biz yana bir marotaba YouTube'da sizlar bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Endi bugungi video darsimiz YouTube'da to'g'rirog'i trendlar to'g'risida bo'ladi. Ya'ni trend nima, trend bizga qachongacha masalan do'st bo'lishligi mumkin, ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mavzudan ham trend do'stingiz, lekin qachongacha. Shu mavzu bo'yicha, ya'ni trendlar to'g'risida batafsil ko'rib o'zi qanday shakllanishi va u masalan strategiyada qanday qo'llash mumkinligini batafsil shu videoda bemalol ko'rib o'rganib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Va biz bugungi video darsimizni boshlaymiz. Bu yerda mana trend, ya'ni trend bu narxning ma'lum bir yo'nalishda yuqoriga, pastga yoki yonlanma harakatlanishidir. Trend turlariga keladigan bo'lsak, bullish trend, ya'ni ko'tariladigan trend narxni yuqorilab bormoqda, ya'ni ko'tariladigan trend asosan narx ko'tarilish orqali sodir bo'ladi. Bearish, ya'ni bearish trend bu tushish, ya'ni narxlar pasaymoqda. Ko'rishingiz mumkin bu yerda masalan bullish degani masalan bu yerda buqasimon deyilyapti. Masalan bearish asosan ayiqsimon. Va sideways trend, ya'ni bu diapazonda harakat, ya'ni narxlar ma'lum bir oralikda harakatlanmoqda deyilyapti. Uning to'liqroq tavsifiga keladigan bo'lsak, sideways trend bu asosan o'rta diapazonda, ya'ni o'rta holatda yuradigan trend hisoblanar ekan. Endi bu yerda mana bullish trend, bearish trend and sideways to'g'risida gap ketyapti. Bu bullish trendga biz buni uptrend deymiz, desak ham bo'ladi. Bearish trendga biz down trend deb soddagina nomlaymiz. Sideways o'zini holida qoladi, ya'ni o'rtaga yo'nalayotgan trend sifatida albatta. Bu haqida to'liqroq hali gaplashib o'tamiz. Bu yerda bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, bu yerda trend, ya'ni aytib o'tganimizdek, buni soddaroq tarzda yo'nalish deb olsak ham bo'ladi. Ya'ni narx masalan yuqoriga ko'tarilishi mumkin yoki pastga yoki yonlanma, ya'ni o'rtaga harakat qilishi. Bu asosan yo'nalishga bog'liq bo'ladi. Ya'ni masalan narx ko'tarilyaptimi? Masalan uptrend, narx tushyapti, bu down trend, ya'ni o'rta holatda agar ketadigan bo'lsa, bu sideways hisoblanar ekan. Ya'ni bu yo'nalishga bog'langan holatda. Xo'p, ana endi biz trendni aniqlashga ham o'tib oldik. Bunda endi biz o'zimizga savol berishimiz mumkin. Masalan, qanday yo'nalishda harakat bo'lyapti hozirlikda? Ya'ni trendni aniqlash vaqtida biz birinchi bo'lib ko'rishimiz mumkin. Masalan, grafik chartda ko'radigan bo'lsak, narx harakati masalan ko'tarilayotgan vaqtida menimcha buni biz uptrend yo'nalishida ketyapti, ya'ni bullish trend deb olamiz va shu holatda katta ehtimol ketsa kerak deb o'zimiz strategiyamizda qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Trendni aniqlash bo'limi o'zi trendni aniqlash juda oson bo'lgan amaliyot desak ham bo'ladi. Sababi o'zi 3 tagina yo'nalish mavjud. Aytib o'tganimizdek, birinchisi masalan down trend, keyingisi uptrend va sideways. Ya'ni narx harakati asosan 3 xil yo'nalishda yuradi: tepaga, pastga va o'rtaga. Xo'p, endi trend bilan birga savdo qilish, do'st bo'lib, trend tomoniga qarshi emas, birga harakat qilamiz. Endi bu yerda ya'ni do'st bo'lib deganda qanday ma'noda? Misol tariqasida down trend yo'nalishida trend ketayotgan vaqtida siz aynan shu holatda uptrend bo'ladi debdan kirib ketib qolishingiz, u masalan xato bo'lib qolishi mumkin bo'ladi. Ya'ni biz hech qanday sellga, ya'ni asosan ya'ni sell holatida savdoga kirishda hech qachon biz tavsiya bermaymiz. Bu nojoiz ham hisoblanadi. Ya'ni sotuvchi sifatida savdoga kirish, biz faqatgina ya'ni xaridor sifatida, ya'ni faqatgina narx tepaga ko'tarilish orqali foyda qilishingizni tavsiya beramiz doimiy ravishda. Endi trend qachon tugaydi? Trend o'zgarishlarini qanday bilamiz? Bularning barchasi asosiy holatda amaliyotda ko'p masalan yuzaga kelganligi uchun keyingi slaydlarimizda biz shu amaliyotda sizlarga qanday qo'llanilishi kerak ekanligini va trendlarni juda ham sodda tarzda shu grafik chartda ko'rsatib beramiz. Undan oldin biz keyingi slaydimizga o'tib olamiz. Ko'rishimiz mumkin bu yerda qachongacha trend do'st bo'ladi, ya'ni trend emasligini bildirgan belgilar chiqmaguncha sizga do'st bo'ladi. Trend o'zgarishini qanday bilamiz? Narx asosiy trend chizig'ini sindiradi, volum, savdo hajmi kamayar ekan. Ya'ni bu yerda masalan narx asosiy trend chizig'ini sindirgandan so'ng, ya'ni masalan bu yerda trend line degan narsa bor, ya'ni bo'yin chizig'i.
ya'ni siz masalan uptrend ketayotgan vaqtida u uptrend masalan siz narx ko'tarish orqali daromad qilganingizdan so'ng, ya'ni narx ko'tarilyapti, daromad qilyapsiz va u qachongacha sizga do'st bo'lishligi mumkin, ya'ni uptrend qachon tugashi mumkin, ya'ni resistance zonaga yetib borguncha bo'lgan muddatda u sizga do'st bo'ladi. Resistance zonani yorib o'ta olmadimi, bo'ldi, demak u katta ehtimol bitta razvorat olib qaytib ketadi va u sizga endi do'st emas, balki dushman sifatida ishlaydi, chunki u payti yaxshigina zararda bo'lishingiz mumkin bo'ladi agar savdodan chiqmagan holatda. Volum asosan bu savdo hajmi, ya'ni buni biz keyingi videolarimizda sizlarga shu volum nima ekanligini va u qanday holatlarda bizga yordam berishligini ko'rsatib o'tamiz. Bu videoda emas. Xo'p, endi biz keling bir misol tariqasida soddaroq ko'rinishda bir ko'rib o'tamiz. Faraz qilaylik, Tesla kompaniyasi bo'yicha quyidagicha harakat bor. Ya'ni bu yerda vaqt oralig'ini birinchi bo'lib ko'rishimiz mumkin, ya'ni birinchi kun, mana birinchi kundan boshlab mana 5-kungacha va narxini ko'rishimiz mumkin. Mana birinchi kuni $250, keyingi kuni $270 ko'rishimiz mumkin. Bu yerda biroz ko'tarilgan va biroz yana biroz pastga tushgan va oxirgi narx harakati juda baland bo'lib ketgan. Bu yerda har bir yangi high oldingisidan baland, low esa pastroq emas, ko'tariluvchi trend bor. Ya'ni bu yerda e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni bu yerda masalan 250 bo'lyapti, 270 bo'lyapti, 285 bo'lyapti va narx harakat biroz tushyapti. Bu yerda umuman qaraganda down trend yo'nalishiga butkul tushib ketmayapti. Faqatgina narx ko'tarilish jarayonida biroz kichik razvorotlar, ya'ni kichik bo'lgan down trendda bo'lib turadi. Lekin asosiy holatda ko'rishimiz mumkin, mana 5-kunda $290 ga yetib boryapti va bu umumiy olib qaraganda $250 dan $290 gacha uptrendni bildiradi, ya'ni $40 o'sgan. Xo'p, ammo 6-kunda narx $290 dan tushib ketsa va yangi narx $240 bo'lsa, bu holatda trend o'zgarganini va endi qayta bu darajaga chiqishi noma'lum bo'ladi. Endi bu yerda yana bir nazariya bor. Masalan, mana bu 5-kunda $290 bo'ldi va keyingi, ya'ni bundan tashqari, ya'ni 5 kundan tashqari 6-kunda agar narx harakati keskin 240 ga tushib ketadigan bo'lsa, endi bu 290 ga chiqish yana biroz murakkabroq, ya'ni uzoqroq vaqt talab qilishligi mumkin bo'lar ekan. Endi keling, buni men sizlarga bir amaliy tarzda Trading View dasturi orqali ko'rsatib beraman. Mana hurmatli kuzatuvchilar, biz endi Trading View ni web platformasiga ham kirib oldik. Endi biz bu yerda trendlar to'g'risida to'liqroq amaliy tarzda ko'rib o'tamiz. Endi ko'rib o'tishimiz mumkin, Apple aksiyasidamiz 1 kunlik time frame'da va hozirgi narxi ko'rishimiz mumkin 197.97 edi. Hozir biroz narx tushdi. Hozir bozor yopiq holatda, shuning uchun sizlarga bir soddaroq tarzda tushuntirib bermoqchiman. Endi bu yerda uptrendni birinchi bo'lib ko'rib o'tishimiz kerak. Ya'ni bu yerda uptrend qaysi holatda turibdi mana. Bu yerda mana uptrend bu tepaga ko'tarilayotgan trend hisoblanadi, ya'ni yo'nalish hisoblanadi. Bu yerda mana ko'rishimiz mumkin. Mana bu uptrend hisoblanadi. Endi biroz qo'polroq chizilishi mumkin, lekin tushunishlik uchun bu anchagina sodda. Endi down trend qanday holatda bo'ladi? Down trend asosan ko'rib o'tganimizdek mana bunday holatda, ya'ni pastga yo'nalgan holatda bo'ladi. Mana bu yerda esa biz sideways ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda juda siyrak holatda, ya'ni narx harakati ko'tarilib ketyapti, na tushib ketyapti. Mana bu yerda ham misol tariqasida biroz kichikroq ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda ham masalan ko'rishimiz mumkin. Bu Apple aksiyasida va biroz buni orqaga qaytardik va bu holatda ko'rishimiz mumkin. Mana $128, $131 va $133 mana shunday oralig'da bo'lgan ekan va juda ham siyrak holatda, masalan 1 kunlik vaqt oralig'ida. Men sizlarga bir eslatma berib ketishligim kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda masalan biz bu yerda masalan uptrendni chizdik, down trendni ham chizdik va sidewaysni ham ko'rsatib o'tdim, asosan qanday holatda bo'lishligini. Mana bu yerda ham biroz qisqa tushuntirib ketaman. Mana bu yerda ham masalan uptrendni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Buni rangini biroz o'zgartiramiz. Biroz bunday surganimizda ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ham uptrend, ya'ni narx ko'tarilyapti, uptrend, tushyapti, downtrend, uptrend, downtrend. Xuddi shunday holatda bo'ladi. Endi trend qachon sizga do'st bo'ladi va qachongacha sizga trend do'st bo'ladi? Shu ikkita savolga endi javob topamiz.
sizga trend asosan mana shu foyda olguningizcha bo'lgan muddatda sizga do'st hisoblanar ekan. Ya'ni siz masalan savdoga masalan quyidagi nuqtada savdoga kiradigan bo'lsangiz va narx harakati ko'tarilib mana bu yerda savdoda chiqib ketadigan bo'lsangiz, shu holatgacha sizga do'st hisoblanadi va mana bu holatda o'zi savdodan chiqib ketmadingiz va narx harakati qaytishni boshladi. Endi biroq foydangiz to'g'ri biroz kamayadi, lekin shunda ham savdodan chiqib ketsangiz bo'ladi. Siz umid bilan kutasiz, yana kutasiz, menimcha ko'tarilsa kerak. Narx harakati mana bu yerda masalan tushyapti-da, biroz masalan ozgina ko'tarilib, yana oz tushib, keyinchalik ko'tarilib ketishligi mumkin bo'ladi deb degan biroz xayol bilan qolib ketishingiz mumkin. Lekin iloji boricha shu target, ya'ni sizning maqsadingiz bo'yicha savdodan chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana bu support, resistance zonalarini masalan o'zingiz uchun yaxshi tushunishingiz va savdo davomida qo'llashingiz zarur hisoblanadi. Chunki bular support va resistance shunchaki chiziq yoki hech qanday shunchaki kichik zona emas. Bular kerak bo'lsa strategiyangizga ancha asqotadigan va sizlarni zarardan qisman olib qoladigan asosiy zonalar desak ham bo'ladi. Va mana shu yerda sizning trend bilan sizning do'stligingiz ayriladi desak ham bo'ladi. Va bu yerda ko'rishimiz mumkin, ya'ni down trend yo'nalishiga ketadi va sizning kirgan nuqtangizdan ham narx harakati tushib ketadi va siz bu savdodan yo ziyonda chiqishingiz mumkin yoki vaqtlar o'tib, masalan bu uzoq vaqt bo'lib ketishligi mumkin, masalan 2 oy yoki 15-20 kun bo'lib ketishi mumkin, balki 1 yillab ham davom etishi mumkin. Chunki bu men bu yerda 1 kunlik time frame da ko'rsatyapman. Bu yerda biroz bo'lsa ham muddat kattaroq qisman. Shuning uchun yo kutishingiz orqali qolib ketasiz savdoda, narx qachonki ko'tariladi, 0 bilan chiqib ketasiz, yo kattagina zarar bilan chiqib ketasiz. Trendga dushman holatda agar savdoga kiradigan bo'lsangiz. Shuning uchun ham trendlarda iloji boricha sizlarga yana bir tavsiya emas, balki sizlarga bir topshiriq berib o'tib ketaman. Bu yerda siz o'zingizga masalan yoqqan aksiya bo'ladi, masalan Tesla bo'ladimi, xohlagan aksiyangizga kiring va shunday chart bo'ladi, baribir 5 daqiqalik bo'ladi. Istalgan vaqt oralig'ida iloji boricha trendlarni ko'proq chizib, ko'proq mas'ul chartlarni ko'rishingizni maslahat beraman va vazifa etib beraman. Sababi qancha ko'p chart va qancha ko'p mana shunaqa trendlarni chizadigan bo'lsangiz, ko'zingiz ham moslashadi va strategiyangizda ham qo'llashingiz anchagina soddaroq va osonroq bo'ladi. Biz endi o'zimizning slaydimizga o'tib olamiz. Ana endi bu yerda biz biroz yechim haqida ham gaplashib o'tamiz. Agar siz trendga asoslanib savdo qilsangiz, trend bor paytda unga ergashing. Ko'tariluvchi trend buy ga, tushuvchi trend sell. Ya'ni bu yerda ko'tariluvchi trend haqida ham gaplashib o'tdik. Ya'ni buy bu xaridorlar uchun, tushuvchi trend sell, ya'ni sotuvchilar uchun. Ya'ni buy ga kirsangiz, siz narx ko'tarilishi orqali daromad qilasiz. Agar siz sell ga kiradigan bo'lsangiz, narx tushishi orqali savdoga kirasiz. Bu qarz holati bunda nazarda tutiladi asosan va bu bizning dinimizda joiz hisoblanmaydi. Xo'p, endi trend o'zgara boshlaganda, xo'p, pozitsiyangizni yoping deganda boya ham aytib o'tdik, ya'ni trend o'zi down trend yo'nalishiga harakat qilishni boshladi va shu vaqtda iloji boricha savdodan chiqib keting, chunki 0 ga chiqqandan ko'ra, masalan, vaqt o'tib 0 bilan savdoni yopgandan ko'ra biroz zarar qilib, tezroq savdoga kirib, o'shaning joyini qoplab olgan anchagina yaxshiroq hisoblanadi. Chunki biz investor sifatida emas, balki trader sifatida ishlaganligimiz uchun men sizlarga shuni maslahat berib qolaman. Reversal strategiya bu, ya'ni qisman o'zgaruvchan strategiya desak ham bo'ladi. Endi sell, ya'ni stop loss bilan ham himoyalaning deyilyapti. Bu yerda stop lossni asosan doimiy ravishda qo'yib borishingizni tavsiya beraman, chunki stop losssiz siz juda ham katta zararlardan masalan ogoh bo'lishingiz mumkin va asosiy holatda katta zararlarga tushmaysiz. Stop loss bilan doimiy ravishda qo'yib borishingizni tavsiya beraman. Sababi stop losssiz sizning depozitingiz uxlab ketishi ham mumkin, ya'ni qo'polroq qilib aytganda katta zararlar bilan chiqishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha hali yangi trader bo'lasizmi yoki o'rtancha yoki sekin-sekin yaxshi profit olyapsizmi, iloji boricha stop losslar bilan yuring. Chunki biz trader bo'lganimiz uchun, doimiy ravishda savdoga kirganimiz uchun bizga stop loss muhim hisoblanar ekan. Endi biz umumiy xulosaga kelamiz.
Ha, trend do'stimiz, ammo do'stlik ham abadiy emas. Trend buzilsa, unga ishonishni to'xtatishlik kerak ekan. Ya'ni biz savdoga kirdikmi, u degani doimiy ravishda trend bilan biz shu oqim bilan ketgandek keta olmaymiz. Trend qachongachadir bizda, masalan, bir qayiq bo'lsa, o'sha qayiq bizni qaysidir manzilimizgacha olib borib qo'yadi va u masalan qayiq orqaga qaytishi mumkin, ya'ni pastga tushishi mumkin yoki o'zini yo'nalishida davom etib yana boshqa joylarga ketib qolishligi mumkin bo'ladi. Bizga faqat eng muhim narsa bu o'zimizni manzilimizga yetib borishlik. Bu trading tilida aytganda, yaxshigina foyda olib olishligimiz uchungina kerak trend. Trend buzilsa, unga ishonishni to'xtatish kerak. Ya'ni bo'ldimi? Qayiqdan tushdikmi? Bo'ldi. Endi ortiqcha qayiqqa masalan orqaga o'tirish yoki qaytish degan narsa kerak emas. Trend tugadi, bo'ldi. Biz savdodan chiqishimiz kerak bo'ladi. Endi maslahatga keladigan bo'lsak, hech qachon trendni doim davom etadi deb o'ylamang. Ya'ni aytib o'tganimizdek, doimiy ravishda trend bir xil yo'nalishda, ya'ni up trend bo'lsa, cheksiz up trendga yo'nalishga ketib qolmaydi. Down trend ham xuddi shunday down trendga, faqat aksiya narxi tushib ketmaydi. O'ynab talab va taklifga asoslangan holatda bo'ladi. Har doim grafikni o'qish, signalni tasdiqlash va xavfni cheklash bu professional treyderning do'sti hisoblanar ekan. Ya'ni doimiy ravishda siz savdo qilish jarayonida o'qib boring, masalan, strategiyangizni tasdiqlatib boring, ya'ni back test qilib boring va xavfni cheklash uchun stop losslardan foydalanib yuring. Bu albatta sizning strategiyangiz va yaxshigina daromad olishingizga yaxshigina yo'l hisoblanadi va bu sizda professional treyderlik yo'lingizni ochib boraveradi va sekin-sekin kelajakda professional, balki katta-katta investorlar ham bo'lib ketishingiz mumkin bo'ladi. Yaxshi profitlar olgan holatda. Agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, ushbu video orqali bizning kommentariy bo'limimizda savollaringizni qoldiring. Like tugmalarini unutmang va obuna bo'lishni ham esingizdan chiqarmang va biz keyingi videolarda uchrashguncha deb qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.